Yo salom bolalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, bugun sizlar bilan biz Robloxda Get Heavy for Brain Rot degan o'yinni birgalikda mazza qilib o'ynaymiz. Mana bu o'yinga kirdim, mana bu odamlardagi brain rotlarni ko'rdim. Voshi juda zo'r ekan, mana kuchaytirib tashlagan brain rotlarini. Har xil Space OG dedi 2 milliard beryapti sekundiga, Divine 45 million sekundiga. Brat juda boy ekan, oho. Gap boshi mumkin emas. Bizlar ham shunaqa qilamiz. Bazamizda hali brenotlar bilan to'ldirib zo'r brenotlarni qo'yib tashlaymiz. Qani, unda videoni boshladik. Bu yerda endi biza qanaqa brenot olsak bo'ladi? Happy Banana dedi. Happy Bananani bazamizga olib kelamiz va uni qo'yamiz mana. U bizlarga 10 dollar beryapti. Uni keyin kuchaytirsak bo'ladi bu yerda mana. Bizlarga keyin ko'proq pul beradi mana. Bizada keyin mana bu yerga kelib fat bo'lsak bo'ladi. Ya'ni fatni kuchaytirsak biza keyin samizroq bo'lamiz. Samizroq bo'lgandan keyin mana bu devorlarni yerdan to'shib zo'r brenotlarni olsak bo'ladi. Bu yerda ko'rdi. Swang Soda dedi. 650 dollar sekundiga. Buni bazaga olib boramiz tez. Bu bizani boyitib yuboradi. Buni ham bazamizga qo'yamiz mana. Kuchaytiramiz. Mana endi fatga kelib biza yana samirsak bo'ladi. Ya'ni samirsak keyin devorlarni osongina teshib tashlaymiz. Mana bu yerda ko'p kuchaytirsak bo'ladi ekan. Keyin mana bu yerda weights bor ekan, weights. Ha, bular Robux turadi ekanmi? Yo'q. Ha, mutos ekan bor ekan, mana bu stone weight dedi. Mana. Endi bu bilan biza yanada samiramiz ekan. Ha, bo'ldi, tushunarli. Tak, mana buni sotib qolamiz. Pulimiz yetmaydi ekan unga. Mana buni olamiz va yana buni olamiz. Bo'ldi, ketdik. Yana devorlarni bir urishda sindirib yubordik. Qani buni sindirib bilamizmi? Opa. Boom! Oho, mana buni brenotlarga qaranglar, juda zo'r ko'p pul beradigan brenotlar bor ekan bu yerda ham. Buni olamiz. Savolda bormaydi. Buni sindirib bilamanmi? Sindirib bilaman ekan. Lekin juda sekin sindiryapmiz. Ko'ryapsizmi? Bu bizlarga shunchaki vaqtimizni oladi. Ungacha bazamizga borib pullarni olib kelib va yanada ko'proq kuchaysak bo'ladi. Mana, tak, 3-brenotimizni ham qo'yamiz. Kuchaytiramiz buni bum. Mana buni ham kuchaytiramiz. Bu bizlarga ham juda ko'p olib kelyapti. 10-cho'ring qilamiz hammasini. Tak, mana 10. Mana bo'ldi, bu ham 10 bo'ldi. Mana buni ham 10 qilib qo'yamiz. Bo'lmasa xafa bo'lish mumkin bizdan. Qani, pullarning hammasini olamiz va yana fatga borib kuchaytiramiz fat. Bizlarga ko'proq fat kerak, fat. Tak, mana buga 100 ming dollar kerak ekan. Unga pulimiz yetmaydi. Tak, mana buni olamiz. Mana. Bo'ldi, bizada 32 bo'ldi fat. Qani, boom! Sinib ketdi. Qani buni qancha urishda sindiramiz? 3 urishda sindirdik. Mana buni-chi? 1, 2, 3, 4. Bu ham anchagina vaqt oladi. Mana bu bilan odamlarni ursak bo'ladi ekan. Agarda yanimizga odam kelsa, urib brenotini tushirib yuborsak bo'ladi. Qani va sinadi hozir. Mana sindi. Tak, qani normalniy bir brenot yo'q-ku bu yerda ham. Bu yerda brenotlar ham slabik-ku. Tak, qaysi eng ko'p beradi? Eng ko'pi beradi bu yerda. Eng ko'pi mana bu o'xshida. Pot. Qani bazaga ketdik. Bazaga boramiz, bazaga. Do'stlar, reverse qilsak ham bo'ladi ekan. Reverse ham qilamiz. Bo'ldi, hisob gap bo'lishi mumkin emas. 5-brenotimizni qo'yamiz va mana bu pullarni hammasi ishlatib, keyin reverse qilamiz. Tak, buni kuchaytiramiz, 10-cho'ring qilamiz buni ham. Mana 10-cho'ring bo'ldi. Lekin mana bu bizlarga ko'p pul olib kelyapti. Swag Soda. Qani, pul qolmadi. Pul qolmadi. Pul yo'q kuchaytirishga. Yo'q, pul bor. Mana bo'ldi. Endi mana bu yerga kelamiz va fat, bu yerda nima solsak bo'ladi? Mana bu silver weight dedi, shuni olamiz. 100 ming dollarga, keyin qolgan pulga biza mana buni sotib olamiz. Keyin mana buni sotib olsak bo'ladi. Bo'ldi, endi reverse qilamiz. Mana bu yerga kelib reverse ni bosamiz. Endi biza kuchliroq va tezroq ishlashni boshlaymiz. Progressimiz yanada kuchayadi bizani. Pullarni hammasini olamiz. 1 million bo'ldi pulimiz. Hisob. Qani. Nimadan kuchaytirsak bo'ladi ekan? Mana buni osonga kuchaytirib tashlasak bo'ladi. Mana kuchaytirib tashladim. Yana kuchaytiramiz.
Dashi ketdik. Boom. Hisob sindirdik buni. Ikkita uchta sindiramiz. Ikki uchta sindirdik. Mana bu birinotga qaranglar. Galaxy dedi. Buni olish kerak. Buni toshni olish kerak. Yo'qolib ketmasindan burun. Bazaga olib borib, keyin qo'yib, keyin kelamiz. Oho, Galaxy degan mutatsiya bor ekan bunda. Buni qo'yamiz mana bu yerga. Buni ham kuchaytirib qo'yamiz, uni cho'rin qilamiz, yetishmaganda shunda bizlarga yanada ko'proq qulab keladi. Qani dashi ketdik. Hozir bizda water event bo'lyapti. Oho, gap bosh mumkin emas. Biza zo'r bir not olsak bo'ladi water eventdan. Tak. Yana dashi ketamiz. Boom. Sindir tez. Bol. Va sindirdik. Easy. Bu qancha beradi? Pulini ko'rolmayapman qancha beradi. Ha 400 ekan, 450 yaxshi, yomon emas. Bir hech bo'lmasa $1000 beradigan yo'qmi? Yo'q, slabi. Bu qaysi zona ekan endi? Buni sindirib hozir ko'ramiz. Zonasini aytmaydi ekan. Bizga yana reverse qilsak bo'ladi ekan. Уже tak bol sin va sindi hisob. Qani bu yerda nimalar bor hotspot bor ekan. Keyinchi mana buni olamiz, bo'ldi. Bazaga boramiz buni olib. Yo'q, mana bu zo'r ekan, mana bu. Bundan ko'proq beradi. Buni olamiz hisob. $810 sekundiga. Почти $1000. Va buni bazaga olib boramiz va reverse qilamiz. Qani buni bu yerga qo'yamiz. Kuchaytiramiz. Pulimiz qolmayincha kuchaytiramiz. Qani qanchaga borib bilamiz ekan. 43000 qoldi. Bo'ldi. Bir kuchaytiramiz va reverse qilamiz. Go. Bo'ldi ana. Pullarning hammasini olamiz. 7-8 million bo'lib ketdi pulimiz. Oho, shunchaki boy bo'lib ketdik biz endi do'stlar. Qani bu yerga kelamiz, 5 minglik golden weight sotib olamiz. Endi bizlarga fat kerak, fatni kuchaytiramiz. Fat. Samirishimiz kerak, samirishimiz. Ko'p samirishimiz kerak. Ko'p samirish uchun biz xuddi kelib tashladik. Yana reverse qilsak bo'ladi ekan. Bo'ldi, yana bir reverse qilamiz. Gap bez problem. Pullarni yana olamiz va reverse qilamiz. Fat olib 3 million bo'ldi. Yana olamiz, reverse qilishga harakat qilamiz. Tez. Qanchalik reverse qilsak tez. Bizga ko'proq tezroq rivojlanib boshlaymiz. Ko'proq pul ishlab boshlaymiz. Qani olamiz yana. 1 million yetadi menga, adashmasam 1 million yetadi. Qani bu yerga kelib fat olamiz yana. Mana o'zi reverse qilsak bo'ladi. Easy. Endi bizga 44 fat kerak reverse qilishimiz uchun. Pullarning hammasini yana olamiz. Bu yerdagilarni ham olamiz. 4 million bo'pti bizada. Fatni kuchaytiramiz yana. Va yana reverse qilsak bo'ladi. Reverse. Ana bo'ldi. 49 kerak endi bizga. Hammasini olamiz bu yerdagilarni endi. 3 million bo'ldi pulimiz, 3 million. Biza o'zi qanchalik reverse qildik? Qayerdan ko'rsak bo'ladi? Ha, bu yerdan 6 reverse qilibmiz o'zi, 6. Fatga boramiz, hotdoglarni yeymiz to'yganimizcha pullarni hammasini ishlatib tashladik mana. Keyin yana olamiz. Bo'ldi, pulimiz qolmadi. Endi ketamiz. Dashi go. Boom. Buni uchta sindirib bilamanmi? Yo'q, buni uchta sindirib bilmadim. Buni-chi? Buni sekinroq sindiraman. Qani. Sindir. Bo'ldi. Tak, Slavi bir notlar. Slavi. Uçakli ko'p pul bermaydi. Mana buni bozorimizga olib boraveramiz. Bu ham yaxshiroq ekan. Yo'q, bo'lmas. Ya shumi? Shu qaysi $450 beradi? Ha, bu ekan, bo'ldi. Mana buchi, 426 bo'ldi. Mana buni olib boramiz. Water mutatsiyasi bor bo'lgani uchun ham bu normalroq beradi ekan. Bo'ldi. Mana bazamizga olib keldik. Bu bir notimizdan qo'yamiz. Endi kuchaytirib qo'yamiz buni ham. Bang. 5 million bor pulimiz, 5 million. Bez problem kuchaytirsak bo'ladi buni. Mana 10 bo'ldi. 10 cho'ring. Pullarni hammasini olamiz. 20 million bo'lib ketdi. Oho. Tak, diamond uchun 100 million kerak ekan. 100 million. Oh my god, guys. Qani kuchaytiramiz. Endi ko'ralchi qanchakli. Yo'q, to'xtab turinglar. Mana buni ham olamiz. Mana bo'ldi.
Endi toshni 70 bo'ldi. 70. Qani? Opa. Opa. Easy. Easy. Qani mana buni ham easy sindirib tashlaymiz. Boom. Qani buni ham easy sindiramiz. Oho, zonalarga ko'rapsizlarmi? O, secret zonani ko'ribman. Qora secret zona o'xshaydi. Öyle zonalar вообще juda ko'p ekan. O, tak. Dальше ketib qolamizmi? Ha, ketib qolamiz, sindiramiz. Bu yerdagi bronotlar bunchalik qimmat emas ekan. Bazarga qimmatlar kerak. Ko'p pul olib keladiganlar kerak. Qani sindir tez. Va sindirdik buni ham. Oo, inokuyna zo'r chotki bronotlar bor ekan bu yerda. Mana buni olamiz. Galaxy dedi. Galaxy event bor ekan bunda. Mutatsiyasi. Blueberry'ni octopusini dedi. Aha, okey. Mazamizga olib boramiz. Qani, endi bu yerga qo'yamiz mana buni. Jo'rasini olib keldik, jo'rasini. Oho, ulug' ekan bu ham. Qani kuchaytiramiz buni, 13 qilib qo'yamiz. Mana bularning hammasini olamiz va bronotlarimizning 23 o'rin qilib chiqaymi ekan. Ko'rish kerak, 23 o'rin qilish kerak bularni. Bular bizga yaxshi bo'lib kelyapti. Mana buni ham kuchaytiramiz, buratimizda ham. Mana bu buratimizdan bir vitaminni ham kuchaytirib qo'yamiz. Pulimiz вообще juda ko'p. Buni ham kuchaytiramiz. Qani tez va 23 o'rin bo'ldi. Bo'ldi. Endi mana buni ham kuchaytiramiz. 23 o'rin qilamiz. Bu kerak bo'ladi 23 o'rin qilish. Pulimiz yetadimi ekan? Yetdi. Mana buni ham 23 o'rin qilamiz. Qani easy. Bu ham 20 bo'ldi. Easy. Pulimiz hali bor. Va bo'ldi. Endi reverse qilsak ham bo'ladi. Bo'ldi. 7-chi reverse bo'ldi bu. Bularni hammasini olamiz. O, 100 million, 200 million bo'ldi pochti. Oho, boyib ketdik, chisti. 100 millionni osongina oldik. Kuchaytiramiz reverse qilincha va yana atamiz reverse qilamiz. Bu yerga kelamiz, pullarni olamiz hammasini. Easy 100 million bo'ldi. Easy 200 million. Oho, yana reverse qilamiz, reverse qilish kerak. Mana reverse qilamiz. Yana pul olib kelamiz. Celestial spawn dedi. Oho, mana bu zo'r bir bronot spawn bo'ldi o'xshaydi zonada. Celestial yana chiqadi ekan bir zamondan keyin. Tak, yana kuchaytiramiz, reverse qilincha. Va yana reverse qilsak bo'ladi. 78 reverse kerak dedi. Pullarni hammasini olamiz. Oho, 200 million. Qani bu yerga kelamiz, yana kuchaytiramiz fatni. Bizga reverse kerak, reverse. Mana buni ham olamiz. Endi boshqa reverse qila olmaymiz o'xshaydi. Yo'q, reverse qila oldik. Bo'ldi. Endi ketamiz. Mana buni bozosiga ko'ringlar. Oho, etoj. Oho, shunchaki etoj bo'lib ketibdi-ku buning bazosi. Oh my god. Wow. Oho, bronotlarga qaranglar. Jim dedi. Legendary. Oh my god. Yuqorisida undan ham zo'rlari bor ekan. Mana bu 14 million beradi ekan. Qani, oho, 5 million, 2 million, 40 million, 19 million. Secret dedi. Secret bronotlarga divon 26 trillion sekundiga. Oh my god. 140 million. 17 trillion. Oho, buni pullarga qaranglar. Buni birisini bermaydimi ekan bizlarga? 133 trillion dedi mana bu. Divine Candy. Oh my god. Gap bo'sh mumkin emas mana buni bronotlarga. Oho, chiqib ketdi. Meni o'g'irlayajak deb o'yladi o'xshaydi bu. Shunga qo'rqib chiqib ketdi o'yindan. Qani pullarimizni olamiz yana. Keyin ketamiz. Bizlarga ham shu bir kuchli bronot kerak, kuchli. U 1 milliard bo'ldi meni pulim ham. 1 milliard. Weightni kuchaytiramiz. Dashi pulimiz qolmayincha kuchaytiramiz. Qani yana kuchaytirib qolamizmi? Bo'ldi, kuchaytirdik. Easy. Oho, sen biz bo'lib oldik. Avatarimga qaranglar, avatarimga. Sen biz bo'lib ketdi avatarim.
Lekin shunda ham tez yuryapti. Sanız bo'lib ketgan bo'lsa ham easy sindiryapmiz-ku bularni. Osongina sindiryapmiz. Vashshi. Mana sindiramiz yana. Oho, mana bu birinotga qaranglar. Metorino deydi. U 1.5 ming beradi ekan. Qandashi sindiramiz. Undan zo'rini olishga harakat qilamiz. Undan zo'ri kerak. 13 ming dedi. Jim Bro Heavy Bro event started dedi. Mana buni lekin bazaga toshlab borishim kerak. Agarda bundan zo'ri bo'lsa olaman, bo'lmasa yo'q. Qani sindirdik mana. Buni drop qilsam-chi dedi ekan. Hali ozgina vaqt qolibdi, olish kerak. Bo'lmasa hozir yo'qolib ketadi. Tak, lava mutatsiyasi bor ekan-da, uni shunga juda qimmat ekan. Tak, buni sindira olamizmi? Qani. Oho. Hali juda ko'p vaqt bor. Bu yerda ham unchakli ko'p pul beradigan bironot yo'q ekan, ming afsus. Protein bar dedi. Collected protein bar. Nima qildi ekan endi u? Protein bar. Qanaqa narsa berdi u bilmadim-u, lekin yaxshi. Yana protein bar bor ekan. Nima qiladi bular o'zi? Yana topdim. Protein. Xuddi yo'q. Ya bu chickenni yeb qoldi deb o'ylab qoldim. Protein yana. Protein kerak bizlarga. Proteinni olamiz. Nima berishini bilmadim-u, ko'ramiz hozir. Bir event bo'lishi kerak, adashmasam. Qani tak, biz endi keyingi etaj qilishimiz kerak. 250 million dedi ikkinchi etajda. Oho. Qimmatliga qaranglar, uni juda qimmat ekan. Mana buni olib tashlaymiz bunda. O'rniga mana buni qo'yamiz. Bo'ldi ana. Endi buni kuchaytirish kerak, dalchi. 20-o'rinni qilib qo'yamiz. Qani 20-o'rinni ham qildik, easy. Oldi. Endi bu yerga Waitsga kelib bularni kuchaytiramiz. Bu 7 emerald qilisini oldik mana, emerald. Tak, Kerry'ni kuchaytirsak ham bo'ladi ekan. Bo'ldi, hisob alien dedi. Bu nima qiladi ekan? Alien o'ziga saralik. Find me uncommon baronet. Who are you? I am an alien. Bring me the baronet really. I request a level reward dedi. Ish qilib menga narsa kerak dedi. Baronet kerak dedi. Yaxshi. Qani bizda 208 bo'lib ketdi. Yana samiramiz. Dalshi. Boom. Pulimiz qoldimi? Boom. Yana yuksaltamiz. Yana. Bo'ldi, pulimiz qolmadi. Yana dalshi bo'lib ketdik. Samirib ketganimiz qaranglar. Menga eng zo'r baronot kerak. Eng zo'r bir baronotdan biri kerak. Shuni olamiz. Qani dalshi ketdi. Qani boom. Va sindirdik. Bu yerni ham osongina sindiramiz. Nimaga desa biz juda samirib ketganmiz, buni qaranglar. Oho, chekli tera bor ekan. 7000, 12000 dedi. Oho. Qani keyingisiga borib ko'raylik, keyingisiga borib o'ynab ko'ramiz. Qani tez sindir. Bu yerda qanaqalari bor? 2000. Bu yerda mutatsiyalar yo'q ekan. Dalshi boramiz unda, dalshi. Qayergacha borib bilamiz ekan ko'ramiz. Mana bir minutni olish kerak edi, lekin qaysi bir juda qimmat edi. 11000 dedi. Olamiz shuni. Reklamaga sani. 11000 ni olib qo'yaldi, ba'zi bir yana bir minut olib qilamiz biza. Keyin shu oldimizdan chiqqanini olamiz. 6000 dedi. 9000. 7000, 11000. Menga yo'qadigan Smurf cat. Tak, dashi sindiramiz. Bizlarga undan ham zo'r kerak. 3,5 milliard olasan dedi, kuniga offline dedi. Yuqorida yozib qo'yibdi. Bu yomon emas, lekin o'zsa biza ko'p pul topyapmiz. Qani sindirdik buni ham. 19000. 19000 yomon emas, lekin qani yana sindirib bilamizmi? Sindirib bilamiz. Qani bol. Undan ham zo'rga boramiz. Oho. Bironotlarni ko'rib bilmayman ekanda, lekin undagi bironotlarni miyasiz.
Qani yarimi ketdi, yarimini zo'rdan sindirdikmi? Season pass'ida protein barlarni yenglasak bizlarga mana bu narsalarni beradi ekan. Ay, endi tushundim. Pass bor ekan bunda ham, pass. 11 ming dedi. Yomon emas. Lavakun Saturnita. 30 ming mana bu Brenrot. Oho, Brenrotlar qimmatligiga qaranglar. Olamiz bo'ldi, bazaga ketdik. Buni sindirib bilamizmi? Yo'q. Bir yil ketadi buni sindirishga. Bazaga ketdik endi, bularni qo'yamiz. Qani. Oho, shunchaki yurishimiz kerak ekan buning uchun. Qani, dayshi protein bar olamiz boshda. Protein bar bormi? Protein bar. Sizlarda yo'q, bularda ham yo'q ekan. Bularda ham yo'q ekan. O'zlari yeb bo'ldimi ya protein barlarni bular hammasi? Yo'q-ku bularda. Tak, ikkalamiz mana. Tak, qaysini olib tashlasak bo'ladi? Qaysi bizlarga eng kam pul beryapti? Tak, hammasi lekin normalniy beryapti bu yerda. Mana bu potspot yaxshi emas. Keyin adashmasam mana bu unchakli yaxshi emas. Bularni olamiz unda. O'rniga mana bu yangi olgan bir notimizni qo'yamiz 11 mingga. Keyin mana buni qo'yamiz 30 minglikni. Oho, mana do'stlar, ikkinchi etajga ham kuchaytirsak bo'ladi endi buni. Mana ikkinchi etaj ham bor endi buni. Ikkinchi etajga bir notlarni qo'ysak bo'ladi, boshqa bir notlarimizni. Mana bularni ko'p qo'yamiz, yaxshi. Bular ham bizlarga pul ishlab turadi, sotib yuborman yana deb. Mana 6-chi buni qo'yamiz, hotspotni bir patapim. Seni ham qo'yamiz mana. Va do'stlar, bugunga bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi videomiz juda qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Agarda do'stlar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.